Aziz obunachilar, nima mashina ichida o'tiribdi deb o'ylayapsizlar? Bu mashinamizni narxiga taxmin qilinglar. Bu mashinamiz 5 kishilik crossover mashinamiz. Qaranglar, salonni qanaqa chiroyli ishlangan, rullari. Ushbu mashinamiz mana ko'rib turibsizlar, ustida abagrev, abduf, koja salon bilan jihozlangan. Eco sport rejimlari bor, mana shunaqa monitorlari bor. Shu toifadagi mashinalarning narxi hozirgi kunda nechta pul bo'lyapti deb o'ylaysizlar? 300 milliondan qimmat. Bu mashinamiz ham 300 milliondan qimmat sotilgan, 330 million sotilgan. Hozir 50 million skidkaga tushgan. Jack GS6 mashinamiz bo'ladi. Bu mashinamizda juda funksiyalari ko'p. Stena abagrev, abduf, stena pamit. Akalar 280 million so'mlik mashinaga shuncha funksiyani tiqib tashashgan. Qaranglar, bu mashinamiz yana chegirmaga ham tushgan. Xolodilniklari bor, robot korobka, klimat kontrollari bor, multimedialari полностью YouTube hamma narsalari ishlaydi. Eco sport rejimlari bor, benzin rasxodlari juda kam, cruise kontrollari bor. Bu mashinamizda hozir skidka narxida China Motors Buxoro avtosalonidan olsangizlar bo'ladi. Rasmiy kafolati ham mavjud. Salonlariga e'tibor beringlar. Panorama lyuklari bor. Tashqi dizayni ham juda chiroyli. Hozir China Motors Buxoro avtosaloniga kelganman. To'liq ma'lumotini, skidkasini, bundan tashqari rastrochkalarini ham sizlarga tanishtirib beramiz. Bu mashinamizni ko'rinishiga bir baho beringlar avval. Crossover mashinamiz 18 diskalar bilan jihozlangan. Bu mashinani qayerdan xarid qilamiz degan bo'lsangizlar, China Motors Buxoro rasmiy dilerdan hozir G'olib aka bilan videolarni boshlaymiz va ma'lumotini berib o'tamiz. Assalomu alaykum. G'olib aka, assalomu alaykum. Zo'rmisiz aka? Xush kelibsizlar. Charchamaysiz aka. Aka, bu mashinamiz rostdan ham 50 million skidkaga tushdimi? Ha, akajon, bozor 330 million sotayotgan edik. Hozir skidka narxida 285 million so'm. Ko'pchilik o'ylaydi, faqat o'sha eng prostoyiga bunaqa skidka bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Yo'q akajon, eng full pozitsiyasiga, eng oxirgi pozitsiyasiga, eng zamonaviysiga mana shu skidkamiz amal qiladi. Bu mashinamiz aka o'zini konkurentlaridan ancha aqlli ekan aka. Ancha aqlliroq, ancha arzonroq, ancha komfortroq aka. Chunki kapot ostida nemis motori turibdi, Volkswagen aka. Volkswagen motor, salon funksiyalarini ham sanab bersak, sanog'i yo'q, xullas old optikalarigacha e'tibor berasizlar. Old optikalar aka LED nimalar bilan joylashgan. Polni yonadi splashni. Da, tumankalari hammasi yonadi. Abrisovkalar juda ham chiroyli. Lietini benzinli variant aka. Gap yo'q aka. Bu mashinamiz 1.6 turbo motor bilan jihozlangan. 1.5 1.5 turbo motor bilan. 1.5 turbo Volkswagen Tigo motori. Diskalarimiz 18. Quyma diskalar. Almashtirilmaydi, o'ziniki mягкий. Hali birorta klientimiz o'zini balonni almashtirgani yo'q. Orqa ходовойчасida независимый. Da. Keyin полный elektropaket orqa bagajlarigacha. Disk rejimlarigacha bor. Propan, metan 100% tushadimi aka? Tushadi aka. Bagajimiz 500 litr, anchagina katta. 500 litr gazlar bemalol tushadi aka. Metan, propan xohlasangiz o'zimiz o'rnatib beramiz. Servisimiz ham bor. Disk rejimlari bor bagajlarida. Bor aka. Xo'sh, bu mashinamiz juda yumshoq. Balonlari ham zavodskiy zo'r deyaptilar. Beskulchoy do'stlar, panoramalari bor. Panorama lyuk ochiladigan 360 kamerasi. Salon qismimizga keling. Hozir nal ichida bo'lmasa necha pul qilib beramiz G'olib aka? Hozir nal ichida 285 million. Agar sizning kanalingiz nomidan kelsa, rastrochka ham qilib beramiz. Rastrochkasiga ham yo'li bor. Ha. Qarang, mana shu mashina 285 millionga shuncha navorotni sanab beryaptilar. Qolgan mashinalar bilan shunaqa puldagi mashinalar bilan, shu puldagi mashinalar bilan solishtirib ko'rsalar bo'ladi. Salonni o'zi aytaman, bu qo'shimcha funksiyalar, marhamat keling. O'tiring. Davay aka. Mana salonlarni ko'rishlaringiz mumkin. Apshifkalari, eshiklar polni apshifka qilingan, kojinni. Pamit sidenlar. Pamit sidenalari bu, elektronli sidenalar polni. Sidenlar polni eko koja, terlatmaydigan, multirul, cruise control, sport, ekonom, normal rejimlari bor. Klimat kontrollari ham bor. Da. Skor sistemasi shaybali bo'lib, Volkswagen Tigo bilan birga ishlangan. Tigo. Da. Orqa salonlari juda keng, ko'rib turibsizlar, orqa salonlari. Mashinamiz polni koja salon, orqalarigacha abagrefi bor. Barimizda xolodilnik ham bor aka. Xolodilnigi ham bor. Xolodilnik ham bor, yaxshigina sovutib ham, isitib ham beradi o'sha ichimliklaringizni. Panorama lyuklar. Tom qismimizdan ham kattagina panorama va lyukka ega. 285 millionga bunaqa variant topish qiyin. To'g'risini aytish kerak. Salonlari juda zo'r, bagaji katta, o'zi ham katta gabaritli mashin. Kimga qiziq bo'lsa, Jack GS6 mashinamiz China Motors Buxoroda nal ichida bor. Motorni bitta ko'rsatib bering aka.
Nalichiga tayyor. Xohlasalaringiz o'zlaringizni mashinalaringizni olib kelsangizlar ham barterga ham hisoblab olasizmi aka? Bo'ladi. O'zlarining mashinalarini barterga ham hisoblab olinadi. Motor Motorimiz Volkswagen Tigo bo'ladi. Tigo motor Nemis hisoblanadi. motori bu, nima deydi? 150 lap уже sinovdan o'tgan mashina. 1.5 turbina bilan jihozlangan aka. Shunaqa. MPI sistemami yo GDI mi? MPI aka. MPI o't kuchi nechta aka? 155 ta. 155 o't kuchi chiqaradi, govdasiga bemalol yetib ortadi. Kimga qiziq bo'lsa, kelinglar, xarid qilinglar chegirma bilan. 285 millionga chiqarib beradilar. Rastroshkaga ham bizning kanaldan chiqqanlarga yo'li bor. Necha yilgacha rastroshka qo'yib berasiz aka? Agar siz kanalingiz nomidan kelsa 1 yilgacha rastroshka qilib beramiz. 1 yilgacha bosh to'lovingizga qarab yana gaplashasizlar. Keyingi mashinalarimiz qanaqa g'olib aka? Masalan aka, buni sal qimmatroq qiladi, menga sedan varianti kerak deganlar uchun aynan shu modelimizni Jack G7, ya'ni sedan varianti, bu ham xuddi shunaqa bo'ladi, faqat sedan variantda bo'ladi. Eng asosiysi juda arzon. Adashmasam 10x ni pulida hozir 235 million, 10x adashmasam. 235 million so'mga. Ha, 235 million. Endi men buni navorotlarni aytib beraman. LED faralari bor. O'zi oldin abrisovkani o'zi menimcha Malibu'ni damini beryapti. Shunday. Oldi abrisovka, oldi mordasi juda katta, gabariti ham katta. Luki bor. Salon qismi polni koja bo'ladi. Bu ham xuddi unga o'xshab eko koja, multirollari, kulus kontrollari, eng asosiysi avtomat, kattagina monitori bor, zadniy kamerasi. 10x yoki Malibu'ga nisbatan uzunasiga va eniga anchagina kattaroq, где-то 15 sm ga adashmasam, yerdan ham 20 sm ga baland. Bizning ham baland. Yo'llarimiz juda ham tekisgina-ku, o'zingiz bilasiz-ku. Juda ham tekis. Ha, o'shanga juda ham mos, anchagina baland. 17 razmerli quyma diskasi, balonlar mягкий. Orqasi ham disklik tormoz. Da, orqasida ham LED mono qo'shlari bor. Zadniy kamerasi zavodskoy o'ziniki bo'ladi aka. O'ziniki, ha? Unaqa tufta narsa bo'lmaydi, original yaxshisidan. Jack G7 mashinamiz. Bagajimiz 450 litr aka. Bunga ham metan propan qo'ysangiz bo'ladi. Mana bagaj ko'rinishi. Xohlasangiz o'zimiz o'rnatib beramiz, xohlasangiz o'zingiz atak nima deydi? Garantiyalari o'zimizdan qolsin desangiz, bizdan o'rnatganingiz ma'qul. 1.5 turbina motormi bu ham? Ha, gaz bo'ladi aka. Gaz O'rnatib tushadi. bo'ladi. Salonlarini ko'rish kerak. Saloni juda keng ishlangan. O'tirib ko'ring aka, salon anchagina keng. O'tirib ko'ring yoki motor qismini ko'ring. Mana salonni bitta ko'rsating. Mana salon, bu ham rollar tushib ko'tariladi, o'ziga moslab taxlasangiz bo'ladi. Sizning orqa yana bemalol boradi, keng. Men endi sal kichkina bo'lganim uchun oldinga tortaman, o'zimga moslab taxlab olaman. Yon tarafdan ham korobkamiz ko'rsatamiz. avtomat. Avtomat korobka. Da. Mana lyuki kattagina bo'ladi. Svetlari ochib qo'yadigan joylari bor. O'rtada monitor. Start stop bo'ladi, da. Monitori kattagina bo'ladi. Tak, demak, abagrev sidenlari bor. Torpedalar polni koja bo'ladi. Mana obshkalargacha polni koja. Motorlarni keling ko'rsatamiz. Sablo rasxodlargacha ko'rsatadi. Rullari ham kojinli. Kruz kontrollarigacha bor. Mashinamiz multimedia upravleniyalari qilingan. Tayyor. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu mashinamizni skidka narxlarida xarid qilsangizlar bo'ladi. 235 million so'mga chiqarib beradilar nasib bo'lsa. Motori qanaqa aka? 1.5 Dons motor aka, turbinali bo'ladi. O'zimizni nima deydi? Metan, propan, butonga ham bemalol javob beradigan motor. Xohlagan gaz motor emas. Bemalol gazlarimiz tushadi. Eng asosiysi tayyor sotuvda sraz olib ketsangiz bo'ladi, 0 probeg bilan yangi. Necha pul qilib berasiz bo'ladigan joyini? 235 million aka, если что bunga ham rassrochka variantini qilib berib bilamiz. Qancha muddatga aka? Rassrochka shu 6 oydan 1 yilgacha to'laydigan boshlang'ich summangizga qarab. Qarab, tushunarli aka. Kimga yoqsa bemalol kelinglar, Jack G7 mashinamiz ham tayyor sotuvda turibdi. Yildan yilga mana zamon rivojlanib ketyapti. Ko'pchilik elektromobillar ham so'rashyapti bizdan. Elektromobillar ham bormi degan klientlarimiz uchun. Elektromobilimiz ham bor. Buni sedan varianti ham bor, если что-ga. KX Pro deyiladi. Bunda ham 360 kamera, panorama, lyuk, abagrev, abduf, pamyat sidenli, umuman barcha funksiyasiga ega eng full pozitsiyadagi elektromobilimiz. Yerda ancha baland ha buni Da, ancha. Bu почти 35 sm ga yerdan baland. Yerda ancha baland. Garantiya, servislari hammasi bor. Zaryadkalari bilan beramiz. Pro. Garantiyasi bor, servisi bor. Da. Bemalol kelib murojaat qilsangizlar. Mana qo'shimcha zaryadkasi bilan beraman aka. Masalan,
bitta uyda zaryadlash uchun, bitta o'sha zapravkada zaryadlash uchun zaryadkasini beraman. Nasoslari, tam Balon дополнительный. yomaydigani? Da. Tok chiqaradigani ham bor, 220. Ha, bor aka. Tushunarli. Undan tashqari bu mashinamiz eng fulli. Eng fulli. Hammasiga biz faqat eng full mashinlarga aksiya, chegirma va рассрочка beryapmiz. Bu ham Xo'sh. kojinli salon aka, mana marhamat. Kojinli salon, monitor, luk, sport, ekonom, normal hamma funksiyalari bor. Demak, buni narxi akajon $18,500. Bunga ham рассрочка bor. Boshlang'ich to'lov o'ziga qarab 1 yildan 2 yilgacha bu aynan elektromobilga 2 yilgacha рассрочка qilib beramiz. Qarang. Buni oq va ko'k ranglari bor, sotuvda o'zi tayyor. 18,500. Da. Qarang, bu necha kilometr yuradi zapas? Bu 410 kilometr bitta zaryadda. Bitta zaryadkada. Ha. Kimga qiziq bo'lsa murojaat qilasizlar. China Motors Buxoroda Nalichida bor 2 yilgacha рассрочка. Ha, agar aka yo'q, men unaqa kredit yoki рассрочка qilib o'tirmayman, meni pulim naqd deydigan bo'lsa, yanagin savdolashamiz, yana nima deydi, anchagina normal narxda kelishib bilamiz. Narxidan o'tib berib bilasiz yana. Ancha o'tamiz, ha, anchagina o'tamiz. Garantiyalari necha yil ekan mashinalarimizga? Bu elektromobilga 2 yil, akkumulyatorga garantiya beriladi aka. Chunki elektromobilga motor nimalar deyarli unaqa narsalar bo'lmaydi. Bunda faqat yuragi akkumulyator bo'ladi. Shuning uchun akkumulyatorga 2 yil garantiya beramiz. Tushunarli. Servis xizmati, umuman zapchast xizmati o'zimizda bor. Elektromobilga. Jag G7 sedan variantimiz va Jag G6 crossover modellarimizga 100,000 probeg yoki 3 yilga garantiya beramiz. 3 yilga. Motorga, korobkaga, zadniy moska. Mana shu 3 ta qismga nimadir bo'lsa, biz o'sha China Motors tomonidan servis xizmati bepul amalga oshirib beriladi 100,000 probeggacha. Ehtiyot qismlari ham bormi aka? Bor aka, mana shu magazinlarning hammasi zapchast magazin, kuzov, ходовой, motor hammasi bor. Jak bo'yicha, China Motors. Jak bo'yicha, elektromobillarimiz bo'yicha, Elektromobillar portovoylarimiz bo'yicha. Bemalol murojaat qilsangizlar bo'ladi. Pastda raqamlar turadi. Xarid qilish uchun telefon qilinglar, chegirmalari bilan рассрочка uylarda ham xarid qilsangizlar Ham рассрочка, ham chegirma. Bu faqat China Motors Buxoro filialida amal qiladi. Avtokreditga ham chiqadi aka hammasi. Avtokreditga ham hammasi xohlagan mashinangizni ham kreditga beramiz. Ham nasiya savdoga, ham рассрочкаga. O'zi nomiga chiqadi nasib bo'lsa. Shunaqa, hammasi o'z-o'zining nomimizga chiqadi. Deylik siz klientsiz, promay nomimizga chiqarib beraman. Shu spravka bilan o'z-o'zining nomimizga chiqadi. Tamom, G'olib aka. Adresimiz China Motors Buxoro filiali. Mana Buxoro xush kelibsiz darvozasidan Galosyoga chiqaverishda o'ng qo'lda. Agar siz Vobken yoki G'ijduvon tomondan kelsangiz, Buxoro darvozaga yetmasdan chap qo'lingizda bo'ladi. China Motors Buxoro filiali. Mana shu yerga kelaverasizlar aka. Bu ana darvozaga yetmasdan-da xullas. Toshkentdan kelishgami? Shunaqa. Farqi yo'q. Agar Toshkentdan kelaverishda bo'lsa, Buxoro darvozasiga kirmasdan, Toshkentga ketaverishda Buxoro darvozasidan chiqqandan keyin. Tushunarli. Sразу Darvozadan uzgazoyli Maxosa gostinitsa desa hamma biladi. Shaharga kiraverish darvozasiga yetmasdan mana shu yerda ofitsialniy rasmiy dilerimiz joylashgan. Bo'lmasa raqamimizni qo'yib qo'yamiz, bo'lmasa videoga telefon qilib kelaverasizlar G'olib aka. Mayli, xush kelibsizlar. O'zlari hujjatini qilib beradilar. Xush kelibsizlar. Charchamang.